56lik BU'mi, remontmi qanday bo'ladi? Nechiga nomer? Sağda komşudan ko'tarilgan. Kechagi 500 yangi ishlar bo'lgan 500 lab ko'tarilgan. Ular qanday chiqqandi u? Amatör. Şöyle oldu bir bak öyle. Ondan. Aka bu tutuyor şikayetten. Bir soyağı. Ha. Bu git. Jasur. Oh. O lekin Lubovda eski 8'de pasportini tashlab ber. Kerakmas u, pasport kerak eskani. Topib bersa bo'ladiki, qayerdan topsa bo'ladiki, uni qidirishib kerak-da. Yo'q degan ish ketmaydiki, ammo nima uchun bo'lmaydi? Qizimiz a? Bo'lmasa garajaga chiqib aytdilar shu gapni. Chiqqanda shu gapni pasport yo'q. Burada eskacharkan diqqatni olsa, otib borsa, otib boshqa emas aka. Chiqqanda ayt shu gapni. Aytasanmi? Qachonga pasportdan so'rayapti. Shuncha so'rayman men sizdan. Kayf uchun so'rayapman yo'qmi? Qidiringlar, topinglar o'sha bo'lmasa. Yo, aseslarni nasib qilib, pasport topinglar, Toshkentga tashlab berishim kerak. Rajabovga zadaniya berilgan. Toshkent so'rayapti, Toshkent. Zagido'li so'rayapti, bilmayman, ko'p qichayotgandi. Qani tushuntiryapsan, Jasur? Qo'yib. Bana paketdagi tashlamaganmisizlar savdo bu? 689 Bildiremek CCCCD Training için Montajlarında ma'lumot tashlamagan. Acer Neutrality Birlikte Alpet remote ne olur? Hidrozaçtaçı. Burada 56'ga deyilgani bu. Bundan başlayan 22. O kerak yani hidrozaçta. Hidrozaçlar asasen nasıl ölçüş kerak? Bunu daha korkup paketlerden daha ölçüş kerak. Bagajda hidrozaçlar olma bo'lyapti.
Here with the new DG 4G AirTags. Zavodskiy pasport yo'qmi? 44 ga tushganman unga. 8 joyga. Zavodskiy pasport olib beringlar. Nomer bormi? Nomer bor, 18 ekan. Ana stanon ekan bu. Stanon. Ha, raqam stanon, to'g'rimi? Ha. Bitta zavodskiy pasport berdim va qo'lda yozilgan. Короче, bo'lmaydi. Ukrayna savdodan olamiz. 5 kilo. Qaranglar, sizlarni ana bu ichida Bular moda bor, so'raqani? stavnoy nasoslarni 22 chegara tushirdik yaqinda. pasporti, zavodskiy pasporti yoki yangi nasos pasporti. Ana o'sha bo'lish kerak sizlarni va kortmalarni ichiga qaranglar-da. Qaranglar, qarasan. Pensiya 44lik. RHAM deb yozilgan. 175 RHAM. Mana stavnoy. Yangi pasportlar kelganki, nimasi bor? Nasosda pasport bilan kelgan, o'sha pasport. Bunun nomeri nechi ekan? Mana hozir o'sha. Ha? Nomeri. Nomeri 18 Buyursan. Ya u ana beradi-ku uni. 18-78 ekan. Yetmeyeceksin. Qimmatga tushgan. Bolaga remontdan bergan bo'lmaydi-ku. Remont setda bu. Ya agar remont etgan bo'lsa bo'laveradi. Remont setga masalan bu non pasportda, haligi zavodskiy pasport o'shada to'g'rimi? Yo, oxirgi remont sessiga o'tadi-da, u fitlar o'zgarib ketgan-ku. Shunda Ha. fit o'zgargani bilan buncha balkim boshqasi kim bor? Shundan aslo pasportning ichida. Napori bor, to'lshinlari bor, diametrlari bor, to'g'rimi silindrda? O'shaga qarab bilmoqchimi? Mana o'sani? Kelinnikida faqat. Yo'q, raqam yo'q. Shuna tashib berishdi, shunaqasi. Bo'lmi o'zbek? Daskani tashab bering. 18 ekan. O'zi qo'lga tushgan. Yangi bormi? Yangi bo'lgan ekan. Ijneft emas. Kubaniyat emas bor ekan. Nima ekan? Kubaniyat emas-da u. Ijneft emas shu. Ijneft emas-da u. Bakalım yaşasınız gibi geldi. Oldu
56'lik Beulmi, remontmi, qanday bo'ladi? Nechiga nomeri? Sağ komşudan ko'tarilgan. Kechagi 500 yangi ishlar bo'lgan 500 lab ko'tarilgan. Ular qanday chiqqandi u? Motor. Şöyle orada bir bak edelim. Komplet. Aka o'tib yo'shkatda. Istogavi? Ha. Bo'lib ketdi. Jasur? Oh. Xo'p, lekin Lubovka eski 8ni pasportini tashlab ber. Kerak emas u, pasport kerak eskani. Topib bersa bo'ladiki, qayerdan topsa bo'ladiki, uni qidirishib kerak-da. Yo'q degan ish bitmaydiki, hammasi. Nima uchun bo'lmaydi? Qizimiz-a, Bo'lmasa garajaga chiqib aytdilar shu gapni. Chiqqanlar shu gapni pasporti yo'q. Birda eska qolgan. Diqqatni olsa, otib olsa, otib boshqa emas aka. Chiqqanda ayt shu gapni. Aytaversanmi? Qachonga pasportdan so'rayapti. Shuncha so'rayman men sizdan. Kayt uchun so'rayapman. Qidiringlar, topinglar o'sha bo'lmasa. Yo, aseslarni nasib qilib, pasport topinglar, sochini tashlab berishim kerak. Rajabga zadaniya berilgan. Toshkent so'rayapti, Toshkent. Zagido'li so'rayapti, bilmayman, ko'p qichayotgandi. Qani tushuntirib berasan, Jasur? Qo'yib. Bana paketdagi bir tashlamaganmisizlar savdo bu? 689 bir terabayt CCCD training uchun. Montaj haqida ma'lumot tashlamagan. Acer Nitro Pet remontning nomi Hidrozashtachi, hidrozashta. 56 ga deyilgani bu. Undan boshlagan 22. O kerak ekan hidrozashta. Hidrozashta asosan nasib ko'chish kerak. Faqat shu hidrozashta bo'lma bo'lyapti.
Here with the new DG 4G AirTags. Zavodskiy pasport yo'qmi? 44 ga tushganman unga. 8 joyga. Zavodskiy pasport olib beringlar. Nomeri bormi? Nomer bor, 18 ekan. Ana stanoy ekan bu. Ha, raqam stanoy, to'g'rimi? Ha. Bitta zavodskiy pasport berdim va qo'lda yozilgan. Короче, bo'lmaydi. Ukrayna sağlıktan olan 5 kilo. Evet, karayla silahını anamın içinde. Burada moda var da sonra kanı. Evet, İstanbul'un nasoslarını 22 chegara tushirdik yaqinda. pasportu, zavod pasportu vakti yangi nasos pasportu. Ana o'sha bo'lish kerak shularni kortmalar ichiga qarangda. Pakraja qarasan. Pensiya 44lik. RHAM deb yozilgan. 175 RHAM. Mana starmi. Yangi pasportlar kelganki, nimasi bor? Nasoslar pasport bilan kelgan, o'sha pasport. Bunun nomeri nechi ekan Ahmad aka o'sha? Ha? Nomeri. Nomeri 18 Pul berasan. Ya u ana beradi-ku uni. 18 78 ekan. 18. Yetdim milyon so'm.